Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Agar issiqxona biznesiga qiziqayotgan bo'lsangiz, issiqxona qurdirmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Video davomida issiqxona qurishdagi kamchiliklar, issiqxonani qayerini, usulinasini baquvvatroq qilish kerak, shular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, issiqxona qurishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Ushbu issiqxonamiz 6,5 metrdan 3 prilyot qilganmiz, 19,5 metr, uzunligi 30 metr. Issiqxonani qurayotganda birinchi o'rinda shu joyga qarab qilinadi, lekin arkani enini 6,5 metr yoki 8 metr qilinadigan bo'lsa, ustiga yopiladigan salafan shunda bezatxo't bo'lib chiqadi. 6,5 metrlik issiqxonamizga hozir 8 metrlik salafanimiz bemalol bezatxo't bo'lib tushadi shunda. Issiqxonamizning balandligi 4,30 bo'lgan. Hozirgi zamonaviy issiqxonalarda eng kami 4 metr bo'lishi kerak yoki 5 metrgacha bo'lsa, qancha issiqxonaning bo'yi balandroq bo'lsa, havo aylanishi yaxshi bo'ladi. O'simlikka, ko'chatga kasallik shuncha kamroq tushadi. Keyin issiqxonada birinchi navbatda havo nazoratini to'g'ri qilish kerak. Hozir bu issiqxonamizda mana ikki yelka qismi ochilib yopiladi dimoxodga. Tepadan ham bu joyi polni 30 metr joy ochilib yopiladi. Bu issiqxonamizni o'zimiz foydalanish uchun qilyapmiz. Hop, arkalarimizni oralig'i 2,30 ga qo'yganmiz. Stokamizning balandligi 2,5 metr. Teplisamizni kirovishga eshigiga akfa qo'yganmiz. Bu bitta qurilishdan oshib qolgan akfamiz bor edi. Ko'pchilik o'zimiz ham shu temirdan qilib salafan bilan urardik, lekin mana shu eshigini ham iloji bo'lsa shu arzonroq bir akfa eshik qo'yadigan bo'lsa, eshik atroflaridan sovuq kirish kamroq bo'ladi. Usulinalari teplisani to'g'ri burchagiga bunaqangi havon qo'yish kerak. Teplisani asosiy ushlab turadigan havon qismi. Bu kashakdan iloji bo'lsa birinchi stokani tepa qismidan biz ikkinchini stokani tagiga qo'yganmiz. Mana shuni uchinchi stokani tagiga qo'yadigan bo'lsa, yana ham baquvvatroq bo'ladi. Hamda birinchi arkani beldan qismini baquvvatroq qilish kerak, chunki pomidor, bodring ekadigan bo'lsa, hamma yuklanish mana shunga tushadi. Mana shu joyini baquvvatroq qilish kerak va bu ichkariga ketib qolmasligi uchun bunaqangi upor berganmiz. Arkamizni ham birinchi arkani baquvvatroq qilish kerak, chunki sim tortganda ertaga ustiga qor yoqqanda asosiy yuklanishlar mana shu birinchi arkaga tushadi. Birinchi arkani ham bunaqasiga kashak qo'yganmiz. Bu yoqda 2 sotilik issiqxonamiz bor edi. Hozir bu tomonga salkam 6 sotilik issiqxona qurdik. Keyin oldin salafandan oldin sim tortardik. Hozir sim o'rniga bunaqangi jilka chiqqan, shundan tortyapmiz. Bu sim oldin zanglash mumkin edi yoki salafanni kuydirishi mumkin edi. Bu shu salafanni kuydirishni oldini oladi. Bir yil yangi chiqdi, qani tortib ko'ramiz, qanaqa chiqargan sifatini hali bilmaymiz lekin. Xohlasa zajim qatirish ishlari ketyapti. Tez kunlarda salafan o'ralgan jarayonni ham qo'yib boramiz. Agar issiqxona qurdirmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Issiqxona qurishda qayerlarga ahamiyat berish kerakligini no'g'dan tushuntirib boramiz. Zajimlarimiz. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir donagina like bosib, kanalimizga mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana bitta narsa, ba'zilar bu konteyner temiri, mana karkas qismimiz konteyner temiridan bo'lgan. Musur temir bo'lmaydi, qorda egilib ketadi, shamolda uchib ketadi deydi. Shu akalarimizga agar cho'ntagi ko'taradigan bo'lsa, konteynerdan emas, turbadan, xolasa atsinkovni turbadan qurib beramiz. Xolasa agar cho'ntagi ko'taradigan bo'lsa, tilladan ham qurib beramiz. Prosta narx borasida bunda birinchi navbatda bu konteyner arzonroq tushganligi uchun mana shu konteynerdan quryapmiz. Hatto o'zimizga ham mana turbadan qurishga qurbimiz yetmaganligi uchun konteyner temiridan quryapmiz. Yaqinda mana yurtimizda ba'zi ko'p joylarda qor yog'di. Asha aytgan turbadan yoki zavod profilidan qilgan issiqxonalari, naveslari, qancha naveslar qor bosib qoldi, lekin birorta konteynerdan bo'lgan issiqxona hali qor bosib yiqilib tushgani yo'q. Bu konteyner temiri keyin korroziyaga ham chidamli. Hozirgi turbalar, profillar
ham yumshoq, ham korroziyaga tez uchraydi. Ustidan kraska qilgan taqdirda ham bu ichkari qismidan zanglashni boshlaydi. Teplitsani ichida doim namlik bo'lgani hisobiga tez korroziyaga uchrab, tez chirib ketish holatlari bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.